Alo. Rais buva, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Televideniyadan odam kelgan mana mahalladagi TikTokga bachalar hammasini ushladik mana. Ha, ushladilaringmi? Tez keling. Uyda qizlarim bilan bo'ldi, hozir boryapman mana. Sesdan chiqmadi. Hey, nima ahvol bu? Ahvolingga aytsang, uyatmasmi? Hozir rais buva keladi. Bilasan qanaqa jiddiy odamligini, uyat. Mana, keling. Mana o'sini mana sochiga qarang, bu nima? Yuzimga ahamiyat qilma, futbol ko'rib shunaqa siqilib asabiylashib ketma. Qara shu TikTok'larni qayerda? Qarama deyapman, qara TikTok'lar. Shularmi? Nima gap? Mahallani obro'yini bir turda o'ldirdim hammang. Sal bir erkakning hali seryoz nima bo'ladi? Sal bir erkaklar bilan ish qilsalaring nimaydi? Mana uni qarang, sochini, o'lay. O'lma kuningdan. Erkak kishining sochini shunday to'plab qo'yaman. Bunisini qara. Sen sharmanda o'ldirding-ku, normal sportsmen bachcha, nima qilganing bu? Do'stlar, mana shu men original profilim bo'ladi. Hamma mana shunga pozitsiya qilsa bo'ladi. Basharangni originalini chiqarib qo'yaymi hozir sen? Ha? Kallangiz. Menga jang bering, bir shapaloq beraymi hozir kallang tagiga? Buna qizni aytmaysan. Erga tegsa, egiz tug'adigan qiz nima obetingni bo'yab TikTokda yurganing, Rais buva, boringizga shukrona. Otam o'rnida otasiz, onam o'rnida onasi. O'sha ovozingdek. Qarang qanaqa ichki bo'lasan. Do'stlar, bizga sразу ikkita bilet kerak, Amerikaga ketishimiz kerak. Senlarga 3 ta bilet kerak tentaxonaga. O'tir mana yerga. Erkakning g'ururi bo'ladi, erkakning ori bo'ladi. Har narsani bitib qiliqdib chiqarib o'tmang, tushundingmi? Men qara. Ularni oldida mana 15 sutga tiq hammasin. 15 sutga mayli. Bu mana ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, har xil betini bo'yab, batl qilib, har xil bachkana harakatlar qilayotgan yoshlarni ushlab, ularni ma'muriy javobgarlikka tortib, odam jamiyatda yaxshi to'g'ri yashash kerak. Betini bo'yash, sochini har xil narsalar qilish bu bachkanalik, bu yoshlarning ongiga yomon ta'sir qiladi. Assalomu alaykum. Voy balat. Svetga pul tashlamabman-ku.